Jamoat namoziga kech qolish yaxshi emas, lekin kech qolsa birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi rakatiga qo'shilishni o'rgatsangiz. Ha, bo'lmasam, azizlar hamma uchun bir ta'lim o'rgatamiz. U qanday? 4 rakatli peshin namozi o'qilyapti jamoat bilan. Siz tashqaridan keldingiz, bir rakatiga yetisha olmadingiz. Siz kelganingizda bir rakati o'tib ketgan ekan. Shu yerda bir rakatga yetishishlik haddi miqdori qayer? Ruku. Siz kelib jamoat rukuda turgan holida ruku qilib bir marta Subhana robbiyal a'la deya olsangiz, siz o'sha rakatga yetishdingiz. Lekin rukudan o'sha ular qaytib turgan Samiallohu liman hamidada kelsangiz, demak siz bu rakatni qochirdingiz, ya'ni kech qoldingiz demoqchiman-da. Bir rakat o'tib ketdi. Siz imom bilan birga oxirigacha o'qiysiz. Imom hazratlari salom berganlarida siz Allohu akbar deb o'rningizdan turasiz. O'tib ketgan, kech qolganingiz o'sha bir rakatni odatda qanday bir rakat namoz o'qilsa, xuddi shunday o'qiysiz va o'tirib tashahhud va salomgacha hammasi doimgidek amalga oshiriladi. Demak, bir rakatga kech qolganingizda bunday bo'ladi. 2 rakatga kech qoldingiz. Xuddi shunday imom salom beradi, siz turib ketasiz, 2 rakatni o'qib, tashahhudga o'tirib, salom berasiz. Endi 3 rakat o'tib ketdi. Siz 4-rakatga yetib keldingiz. Xo'pmi? Imomga qo'shilib 4-rakatni o'qidingiz. Imom salom berdilar, siz turasiz, 1 rakat o'qiysiz, ruku sajdadan keyin o'tirib, tashahhud o'qiysiz. 2 rakat to'liq bo'ldi. Turib ketasiz, Allohu akbar deb 3-4-rakatni o'qib salom berasiz. Har safargidek. Tushuntira oldimmi? Bitta holat bor, shom namozida. Shom namozida 1-rakatga yetisha olmagan odam imom bilan salom beradi, 1 rakat qo'shib o'qiydi. 2 rakatga yeta olmagan odam imom bilan salom beradi, 1 rakat o'qiydi, tashahhudga o'tiradi. Undan keyin turib ketib 3-rakatni o'qiydi, yana tashahhudga o'tiradi. 3 marta tashahhudga o'tirgan bo'ladi. Bu xususda video shaklida Registon TVda birgalikda o'rganamiz rukni ostida Ikrom Sharif birodarimiz, domlamizni amaliy o'rgatgan videolari bor. O'sha yerlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi inshaalloh. Tushunarli bo'ldi shekilli, tushunmagan joiz bo'lsa so'rashingiz mumkin yana.